Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda ota-onam uchun yolg'iz kichik namoyishi qilayotganim. Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmda parlament binosining oldida nima ota-onam uchun yolg'iz kichik namoyish qilyapman. Meniki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20 kun tug'ilgan. Apam Sadat Bog'don bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21 kun tug'ilgan. Bularni 2017-yili 1-oyning 27 kuni El oblastlik bexatarlik tarmoqlari tutib ochib ketib, Bo'zdagi turmada qonunsiz solib olgan. Undan keyin tarbiyalash tug'ilgan. Undan keyin 2019 yil qalatda sud etib, apam dadamni birinchi qitimda 5 yillik, keyin 18 yillik og'zaki kesib o'tgan. Undan keyin bo'lsa kuchninki sotninki kuchi og'zaki bo'lsa kuchga ega bo'lib, dadam Kunasdagi turmada, apam Bayondaydagi turmada jazo muddatini o'tayotdi. Meningki apam dadamniki hech qanday gunohi yo'q. Mening apam dadamni Xitoy hukumati arzimagan bana sabablar bilan mushta qarlab, apam dadamni meni mushta Shvetsiyada siyosiy panohlik tilagan, mushunda siyosiy harakatlarni qilgan deb mening apam dadamni ham işte Turkiyaga chiqqan bolasi bilan ko'rashgan deb arzimagan bana sabablar bilan kesib o'tgan. Men Xitoy hukumatiningki partiya sekretariya Shi Jinpingga shunday deymanki, Abdum rayoniningki raisi Shuhrat Zakirninki bu singillari mushunda siyosiy panohlik tilab kelib qolgan-ku. Boshqa o'zingninki demokratik Xitoylaring bo'lamdi va yoki Falun Gong Xitoylaring bo'lamdi. Ularmi siyosiy panohlik tilab kelib qolgan-ku. Shuningga qarindoshlar, bizningki Uyg'urlarga Xitoy hukumatiningki qilayotgan irqiy qirg'inchilikni biz to'xtatish uchun mushundaq g'arb elleridagi parlament binolari oldida o'zimizniki huquq manfaatini qo'g'dayli, ota-onamiz uchun oldiga otlanib chiqayli, kurash qilayli qarindoshlar. Xoinlarga yoq deyishni o'rganayli. Dunyo vaziyatida cho'ng o'zgarishlar bo'lish oldimizda qarindoshlar fursatni berib qo'ymayli. Har xil rol ilayotgan tashkilotlarga va yoki har xil rol ilayotgan odamlarga biz hargizmi yuzaki qaramayli qarindoshlar. Buda ketib qolsak, yana ketib qolamiz. Undan keyin endi buda qitim qista ilmi xalqimiz 300 yilning yog'i o'ltirishlarga, qirilishlarga mushta chidab bugungi kungacha Allohning rahmati bilan saqlanib qolgan millat biz. Endi yana mushta munofiqlik qilsa qarindoshlar, yana vatanga ega chiqmasak, yana ota-onamizga, yana qarindoshlarga ega chiqmasak, o chaqda bizga Xudoninki rahmatini kamaydi qarindoshlar. Undan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyininki raisi Dolqin Aysa o'kini RFA'ninki radiosida mushundaq shu Rahima bilan o'tgan nimadimi qaysiningda mushundaq debdi. Mushta bir enimiz telefon qilib, "Aka, men sizni tillab olay degandim. Qurultayni tillab olay degandim. Xitoy hukumati menga mushtaq dedi. Apam dadamni qo'yib beradi dedi" deb yag'an yo'da qildi. Dolqin Aysa degan rasva, buzuq, pashivaz. Men sana deb qo'yay. Seni sestivotgan o'zingning qurultayning ichidagi sana qarshi guruhlar qara. Men qara ikkiga sana gap qilishim sening noto'g'ri ish qilganliging to'g'risida gap qilgan. Sen yog'in gap qilma. Sen shu ovozni akab, men sana qachon telefon qilsam, sen shu ismini chiqarmaslik orqali seni tillayotgan kim bor bu yerda? Seni tillayotgan sana qarshi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga men bor. Chunki men Dunyo Uyg'ur qurultiyiga nopozlik tashkilotlar tarafidan qo'yildim. Ham meningki vaqtim o'tib ketildi. Shuningga hammang mushqa tashkilotga bir odam qo'ygan bo'lamsa, yoki sen yeding yoki sen ishmiding, sen bu narsalarni bilib turib ko'zingni yumib jim turib olding. Shuningga men har qaysinga tegishli javobimni beryapman. Dolqin Aysa qo'lig'ingni ding tutib angla. Sen bilan men maydon hozirlab turib, naq maydon qilib turib, sen bilan men yuzlasha olmayman. Men senga hech qachonda telefon qilib bunday gapni qilmadim. Sen radioda gap bo'layotgan yerda mikrofonni xalqning qo'lidan elib olib, axloqsiz, seni kasbiy axloq yo'q. Nomussiz nima ekansa. Oldin qaytdimmi, Mavlo Yasin apandimning xotini Nurbekov bilan usulindi, Mavlo Yasin cho'shingishidi deb yog'lardan haqoratilding. Sanga kim o shu gaplarni o'rgatgan, sen o'zing bilasan. Chunki senmi burunqi tashkilotdagi Robiya Qodirni tushirib o'tish uchun mushtaq o'yinlarni o'ynab, sistem uzundan beri to'rlari kayindan sistem qilishqanding. Qaytar dunyo hala bugun kelgan chaqda tashkilotning ichidagilar buni san qilyotdi. Seninki iffatsiz, nomussiz, aroq ichgan xotinlarga yo'linib tushgan
nomussiz rasmlaringki manga kelib qilishning sababi bekalardan emas, balki seninki u poqingni chuvish. Tushundingmi? Men sana ilmo texi yuz berib, a narsalarni chiqarmadim. Sen o ovozni chiqarmagan bilan u gapni manga qilsa, Xitoy hukumatı meni ish qilsasimi, Solih Xudoyardek mustaqillik tilaydigan haq yo'lda mangadiganlarga ish qiladi. Xitoy hukumatı jon jahli bilan dunyo Uyg'ur qurultayini qo'g'daydi. Dunyo Uyg'ur qurultayidagilar numus qilmay Xitoyninki Xitoy bilan iliq buzuqchilik qilgan Xitoylar bilan, iliq fushi deganlar bilan, iliq jo'shi deganlar bilan numussizlarcha 17 yil birlashib Xitoyni atkagan. Sen gapingni aniq qil. Biz Xo'jintavninki, ya'ni Xo'yanbangning ittifoqdosh Xitoyning ichidagi ittifoqdosh partiyasiga a'zo, ya'ni Xitoyni demokratiya keladi deb qaraydiganlarningki odamlar to'q biz chiqib bizni Xitoy aldab ketdi. Asli oq Xitoy, ko'k Xitoy birtikka demakchi Sangoylar mushtaq qilib yana Uyg'ur xalqini qul qilmoqchi. Ertaga Xi Jinping chiqib ketsa, uning o'rniga yana bir yaxshiroq birisi chiqsa, ma ishlarni biz qildik, ma Uyg'ur xalqini lagerdan biz qutqazdik, ma Uyg'ur xalqini biz zulmdan qutqazdik deb yana o'zingni haq milliy qahramon qilib nima o'yinlarni o'ynayotganingni hozir hamma xalq bilib ketdi. Xalq bilsimi, ba'zi bir nomussizlar shu so'rindan qilib qolami, yolg'iz qilib qolami deb mushundaq ko'zini yumoldi. Lekin menga sizlar bir to'p kelib hujum qilamsizlar yoki menga sizlar qanday qilishingdan qat'iy nazar men hech qachonda bo'shab qolmayman. Men Xitoy hukumati bilan ota-onamni chiqarishni oxirgacha talab qilaman. Shundaqlar va senga o'xshash milliy munofiqlarga maydonim aniq meningki. Men maydonimni o'zimniki o'qib qo'ygan. Men zamon makon tanlamayman. Meningki kaynimga qarsam xotin balchaqam yoki bir setib olgan bir uyim yoki men to'limasam yoki ana qilmasam bo'lmaydi deydigan gap yo'q. Men hech kimdan zamon makon tanlamayman. Meningki nishonim aniq. Dushmanim Xitoy, Uyg'ur ichidagi milliy munofiq xoinlar, Xitoy Kommunistik partiyasi va yoki chet eldagi barliq demokratik Xitoylar olamda biz ular bilan birlashmaymiz. Biz o'zimiz oldimizga, ya'ni adilni ayrim o'zimizdagi mustaqil vatanimizni territoriyadan ayirib chiqib o'zimiz quramiz. Men bu cho'ng ishlarga bakarak kirib ketmasammi, hozir ota-onamdan deb chiqsammi, meningki nishonimda va yoki meningki ideyanimda tozalanish yo'q bo'ldi. O'zingninki partiyangning ichidagi, qurultayning ichidagi yoshlarni ko'rdik. İdeyasından qanchalik tozaligini yoki nalarni g'urur ko'tarib tamoq yeydiganini, yana bir nim qildiganini. Shuningga do'lqinaysa, sen o'shqallarni yig'ib etib gap qil. Kerak bo'lsa maydon hozirlar, men seni qarshingga chiqib sen bilan gaplashaman. Seninki iliq urug' tuqqanlaringning men yozgan degan narsa menda hozirgacha dalil isbot sifatida turibdi. Tushundingmi? Bu yog'anchi, kazzab. Qarindoshlar, endi men Xitoy Kommunistik partiyasiga, Xitoy davlatiga mushu vatanimizdagi bo'lgan irqiy qirg'inchilikni ota-onamni qo'yib o'tishi, anki Shvetsiya Uyg'urlar egichiq deb shuar to'lamoqchi. Navbatda qani unda bo'lsa. Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Nazi China! Terrorist China!
Communist China, Fascist China, Xi Jinping terrorist, Fascist Xi Jinping, dictator Xi Jinping, Fascist Xi Jinping, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Sweden, stand up Scandinavia. China, stop fuck murdery. China, stop fuck murdery. China, stop fuck murdery. China, stop fuck murdery. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. Fascist China, terrorist China, diktator China, Xi Jinping terrorist. China stops genocide. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Xinjiang terrorist. Fascist China. Virus China. Terrorist China. Nazi China. Nazi China. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China release my parents. China release my parents. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. China stop fuck murdery. China stop fuck murdery. China terrorist. Fascist China. Xi Jinping terrorist. Nazi China. Terrorist China. Fascist China. Xi Jinping terrorist. Xinjiang terrorist. Nazi China. Fascist China. Dictator China. CCP terrorist. CCP terrorist. Fascist China. Dictator China. China release my parents. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. China stop fuck murdery. China stop fuck murdery. China stop fuck murdery. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Stand up Sweden. Stand up Scandinavia. Fascist China. Virus China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Xinjiang terrorist. Fascist China. Nazi China. Dictator China. Fascist CCP. Terrorist CCP. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up against China genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. China release my parents. Fascist China. China release my parents. China stops genocide. China release my parents. CCP terrorist. Fascist Xi Jinping. Terrorist Xi Jinping. Dictator Xi Jinping. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Terrorist China. Dictator China. China release my parents. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. Qarindoshlar, vatanimiz uchun ega chiqaylik, qarindoshlarimiz ega uchun ega chiqaylik, millat uchun ega chiqaylik. Xitoydan qo'rqmaylik, qarindoshlar. Xitoyninki o'rilgan vaqti oz qoldi. Anda bo'lsa men tushib ketmoqchi. Kechda yana ishlaydim, uyga berib oz qildigan anchamish tayyorliqlarim bor. Qolganini yana bir paranglashamiz. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat.